Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 65 soniga xush keldinglar. Bugun biz Aqtashli kitob va boshqalar deganning 3-sonida hukumatimizning Cumhur raisi Mamtun Alo apandim bilan suhbat kirishimiz. Mamtun Alo apandim, suhbatimizga xush keldingiz. Xush bulduk. Rahmat. Rahmat. Sizin davomli avvar qilamiz. Aqtashli kitobimiz to'g'riliq yana necha suhbatimiz bor. Siz yaqinda X munbirida Tegirman Amerikalik shoir, yozuvchi Charles Bukowskining mundaq bir aqliy so'zini chiqaribsiz. Ularning ko'p qismi o'ziga o'gitilganlarni so'zlaydi. O'zlari o'rgangan emas. Dal shundaq, bizmo ko'p vaqtlarda bilib bilmay o'gitilimiz va shuni so'zlaymiz. Bizning o'zimizga tava barliq ta'alluqotlarimiz degidek yotning boshqacha tushgandan beri biz o'zimizga boshqacha o'gitilyapmiz. Vatan setish kelishimiga qo'l qo'yganni milliy doira deb o'gitilsak, umrining yarmidan ko'pragini Xitoy ostida avtonomiyaga beg'ishlaganlarni mustaqilchi deb o'gitilyapmiz. O'z deb qaralgan ulug'larimiz, sarxillarimiz tarafidan Xitoy zihniyatida toki bugungacha izchil o'gitilyapmiz. Bizning Aqtash kitobimizda bizga o'gitilgan emas, bizning o'rganganimiz yozilgan. Ya'ni haqiqat yozilgan. Bugün Doktor Mamtun Alo apandim bilan bo'lgan suhbatimizda kitobimizdagi Sharqiy Turkiston xalqi, kulturi va tarixi degan boblar bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, Mamtun Alo apandim. Aqtash kitobining tartibi bo'yicha Sharqiy Turkiston xalqi 4-bobida tushuntirilgan. Kimlar Sharqiy Turkiston xalqi? Bizlar Junxo millatlarga mansubmi? Undaqda biz Junxo millatlarga mansub bo'lsak, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz nimaga mansub bo'ldi? Hamda bizning Xitoylar tarafidan burmulangan nüfus sonimiz bilan birlashtirib, mushuni asos qilib so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat. Bugün biz Charles Bukowskining so'zidan boshladingiz. Men shu so'zdan boshlay. Bizga mustamlika o'rgatgan emas, balki o'zimiz o'rganganni so'zlamsak bo'lmaydi. Bo'lib tarix kelgan vaqtida, chunki bizning tariximiz ta yaqingacha boshqalar tarafidan yozilgan, so'zlangan va bizga o'rgatilgan. O'zining manfaatidan chiqish qilib turib. Hamda biz hamda o'zimizning tarixini o'zimiz so'zlaydigan, yozadigan va boshqalarga o'rgatadigan bir bosqichga kelishimiz kerak. Bo'lmasa, bundaq bir xalqninki tarixi boshqa taraf burmulubni qolmasdan, balki ularning hattoki tarixiga o'zi egulanmay, o'ziniki tarixiy kimligini yo'qotib qo'ydigan, kelgusimi xira bo'ladigan ish bo'ladi. Hamda biz sizning savolingizga kelsak, bu Sharqning atlasi deydigan bir atlas to'plamida 1697-yili Fransiyada e'lon qilingan, bu bizning kitobimizga, Aqtash kitobimizga ilingan bir naqldi bu. Sharq Turkistonning o'rnini shuna tushuntirdi bu. Sharq Turkiston bu nimaningki O'zbek va Chag'atayninki sharqiga, Hindistonninki shimoliga, ya'ni Markaziy Osiyo Tartariyaning markaziga joylashadi deydi. Tartariya degan bu ajoyib bir hukm, bu yomon murakkab bir hukm, bu bugungi leksiyamizning nimasi asos emas. Ularni shu ba'zi suiqasd nazarchilari dunyoda buyuk bir madaniyat yaratgan, lekin iz yo'q tutilgan, tarix kitob kirgizilmagan deydi. Bu turib tursin. Demak, Sharq Turkistonning o'rni 17-asrlardan tortib shunday tushunilgan. Undan burun shunday tushunilgan, ammo madaniyat dunyoga shundan tortib xadim aniq tushuntirishga erishganda, o'tgan deganimdek bu uy mushamda. Ya'diki xalq kimlar? Bunimi demasak bo'lmaydi. Chunki bizga o'rgatilgani Junxo millatlarining cho'ng oilasidagi hamma millatlarning sariqtanlik ekanligi. Bu yerda irqchi qilmoqchi emasdim. Ammo tegimizni bilish uchun bu irqiy bir tarkiblarga murojaat qilmasak bo'lmaydi. Bu mening gapim emas, bu tarix shunda bo'lgandan keyin buni shu yerda demasak, Xitoy o'rgatganda deydigan ish chiqadimdi bizga. Bizningki tegimizda ikki cho'ng irq bor. Birisi aqtalliklarning, ya'ni Hindi Yevropa irqininki yoki boshqa atalganda Kavkaz irqininki, yana birisi proto-turk Hun bu irqning. Hamda ba'zilarning qarshicha proto-turkning ichidami aqtallik, ya'ni Kavkazliklarning nimasi bor, tarkiblar bor deb qaraladi. Bular bu shu yaqindagi gen tashkil ishlaridan elib ketgan vaqtda. Ammo bizninkida bu nihoyatda aniq bo'ladi. Hattoki mening o'zimning tekshirib bakkan genimning tekshirishimi
Mana shu xil omil asosiy o'rinda turdi. Meninkida shaxsan. O'zimnikini qilib boqdim. Endi Hindu Yevropa millatlari degan yoki irqi degan vaqtimizda bizda saklar bilan to'qarlarninki tarkiblari intayin kuchli. Ammo bu tarkiblarninki Sharq Turkistondagi turkiy millatlarning jumladan Uyg'urlarninki irqi tarkiblaridagi nisbatlari o'xshamaydi. Saklarning eng to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlari qadimqidan tortib, ya'ni bu saklarninki degan qadimqi miloddan bir 10 asrdan tortib 2 asrlargacha ham cho'ng rol o'ynaydi deb qaraldi. Bular Xotandan tortib toki Marolush yoki Tumshuqgacha, hozir Tumshuq degan yaqcha bular saklarninki muhim faoliyat va davlat haqoqatlarni qurib mangan yerlarini ko'rsatdi. Endi bularning kim bo'ldi degan vaqtda bular shimoldan, hozirgi Germaniya deymiz, Rossiyaning bir qismi Mushadan ko'chib, janubga ko'chib, buning bir qismi biz bilan kelib, yana bir qismi Hindistonga tushib ketgan. Hindistonning shimolida joylashgan. Shuning uchun Hindistonliklarningki chiroyi qarasak, tipik aqtalliklarninkini ko'ramiz. Masalan, shimoldagi Hindistonliklarningki dekli, yeniq dekli va uningda shimoldagilarningki ko'zlari ko'k, chiroyi qariroq bo'lsa, lekin burunlari, qoshlari yoki qapoqlarining tuzilishi, ma'ng'iz so'ngaklarining alohidaliklari, yuz shakli, nurg'un omillar bor bu yerda. Ko'pincha aqtalliklar kelib keladi. Shuning uchun ba'zi tarixchilarningki va sotsiologlarning qarashicha Hindistondagi 4 tabiqaninki ashunda 4 tabiqlar eng ustlar Brahmanlarningki bo'lishdagi tubki sabab Brahmanlar shu Hindo Yevropadan kelganlar deyildi. Ammo buni Hindistondagilar aşırı irqchilik to'lgan deb qarab shiddatla rad qiladi. O'tirib bizninkida bu xil tarkiblar o'xshamaydi. Shuning uchun hech ajablanarlik emaski, bizningki Kroran guzil tepildi. Xotan masalan. Kroran guzilninki dafn qilishlaridan tortib kiyim-kechaklargacha taqi turqi va chiroygacha hammasi tipik Hindo Yevropa irqiga tabe bo'ladi. Bu Xitoylarni sarosimaga solgan bir nuqta. Nima uchun sarosimaga soladi degan vaqtda bir necha sabablar bor. Buning birisi nima degan vaqtida Uyg'urlar qilinadigan zulm ehtimol g'arbdagi ba'zi irqchilar uchun aqtalliklar qilingan yoki aqtalliklarningki keyingi avlodlari qilingan zulm bo'lish bilanmi tilga ilinib qolish mumkinligi bo'ladi. Garchi bunda bir mumkinlik biz ko'rmagan bo'lsak-mu, mushuna bir mumkinlik. Uning ustiga texdimi muhimi Xitoyningki butkul g'arzi bizni seriq talliklarga, ya'ni Xitoy bilan o'xshash bir irqqa ishontirish. Seriq talliklarni men topqinim yo'q. Seriq talliklar Xitoyning atalg'usi. Bu atalg'iga Xitoylarni kirgizmoqchi bo'lgan men emas, balki Xitoy. Ammo buni mening so'zim emas, yoki boshqa birimizning so'zi emas, balki bizningki mushu chiroyimizdagi mush paketlar buni rad qiladi. Sharq Turkiston anadagi bu deki xalqlarningki yana bir cho'ng bir tarkibiy qismi proto-turkiy millatlar bo'yicha. To'g'ri. Bular shimolda joylashgan, bularmi Sibiriyaning atroflaridan keladi deb qaraladi. Bularningki endi keyin biz bilamiz, bularning asosiy alohidliklarimi bu yerlik qadimgi tarix madaniyati bilan manbalangan bu nimaga o'xshamaydi endi Indo-Yevropa millatlariga ozroq farqlanadi. Uyg'ur madaniyatininki markazi yeri yuriki tarix havzasi. Dunyodagi buyuk madaniyatlarning va kulturlarningki hammasiga bir cho'ng bir daryo omil bo'ladi yoki hamroh bo'ladi. Daryoni bo'ylab kultur va sivilizasyon yoki madaniyatlar shakllandi. Masalan, Ganik daryosida Hindi madaniyati shakllangan bo'lsa, Nil daryosida Misr madaniyati shakllangan bo'lsa, Xitoyningki Xuanxo Changjiangning o'ttirisida qadimgi Xuashan madaniyati shakllangan bo'lsa, qadimda bizningki Turkiy xalqlarningki madaniyati tarixni markaz qilib shu daryolar bo'ldi. Ehtimol u chaqda tarix daryosi hozirgidan G'ol, hozirgidan ulug' bir ana azim daryo bo'lishi mumkin. Hozir turli bu nimaninki havoninki bulg'unishi yo turli shakllarda ashuna bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Demak, biz bu hamda 840-yillari Mong'oliyada qurilgan Orxun Uyg'ur xalqi kichik va tashqi krizisda yemirildi. Buni hammamiz bilamiz tarixda. Shuning bilan bu
proto Türkik bu Uygur kabileleri özlerininki ana yurt deydi. Ana yurtu deyişinin sebebi bu tarım valisi hazır Şarkı Türkistan'ın üzdümü Uygur ve başka kabileler boğan. Bu vakit yerlik indi Avrupa yani Saklani, Toharlani ve başkalarını Soğdilama babiyede Soğdila kadimdeki büyük bir nimeler dep qarıldı. Bular savdogarlar dep, madaniyat to'shig'ishlar dep qarıldı. Bularning hammini tinchlik yo'llar bilan bularni bir Uyg'ur kulturlash davriga elib kirdi. Bu shunchaki dey buni. Hamda bu necha ming yillik bir jug'urlash, mudhish bir jug'urlash Sharq Turkistondagi bu irqlarninki, xalqlarninki jug'urlashi. Shuning uchunmi Sharq Turkistonda biz irqlarning va o'xshamagan madaniyatlar va kulturlarning muzeyxonasi desak bo'ladi. Masalan biz qezilmalar bo'lsin, balvallar bo'lsin va boshqa masalan Qizilming bezaklik va boshqa yerdagi tam rasmlarga qarasakmi, hammasida bu xil ko'p xil irqlarninki chiroy shakllarini va ularninkidan kelib chiqqan turli shaxslarni texdama muhimi o'xshamagan qo'lyozmalarni bayqaymiz. Bularda bizningki qadimgi so'g'dicha ya boshqa Indo-Yevropa tillarida yozilgan qo'lyozmalardan tortib toki o'zimizningki Uyg'ur til yozig'ida yozilgan qo'lyozmalargacha bo'libmi Turpanda bu bekchiq tepilgan bu. Mushaq bir alaylik bizni hech hayron qoldirmasligi kerak. Hamda oxirgi bir qetib qo'ydigan yerim Sharq Turkistondagi bu Sharq Turkistonliklarninki madaniyati ulug' bir Hindi, Yevropa, Turklarninki mujassamlangan bir madaniyatiga vakillik qildi. Bular qadimda Ipak yo'llarida muhim rollarni o'ynagan. Ya'ni toki Yevropa, ya'ni Rim imperiyasidan tortib, toki Xitoyninki Chang'an boshqa qatorliq shaharlar bo'lgan butun rayonlarning hammasida mana shu qadimgi bizningki ajdodlarimiz yashagan. Bular aşağıda savdo qilgan, ulug' bir madaniyat almashtirish ishtirok qatnashgan. Ammo Angliyalik tarixchi Arnold Toynbeenning bir gapi bor. Bu buyuk madaniyat bizningki coğrafiyalik bekinmichilik sababdan yoki O'rta Osiyoliklarniki shu O'rta Osiyolik ya'ni bu yer shardagi eng ichki quruqlik. Ya'ni dengizdan yiroq bo'lgan ichki quruqlik bo'lish sifati bilan asta o'zininki yashayotgan joylarininki asriga aylanib qolgan, bekinlik kuchib qolgan. Bu Ipak yo'llari cho'ldarab, dengiz yo'llari ochilgandan keyin texnik shiddatli taraqqiy qilgan. Shuning bilan Uyg'urlarninki buyuk bir kulturiy madaniyati Ipak yo'lininki xaroblashishidan keyin bir xil bekinmichilikka, qashshoqlikqa, chekinishga va qorong'ilikqa patgan. Biz bu yerda shundan hayron qolmaymizki, biz shu vaqtning o'zida Uyg'ur jamiyatida, o'rta asr Uyg'ur jamiyatida biz sopilarning va sopizmninki bosh ko'tarib, bosh oxiri chiqmay diniy asabiylikninki yamrag'anligini ko'ra olamiz. Bu boshqa bir tema bo'lsa, mana shu bizningki nadiligimiz va kimligimiz haqida qisqacha deganim mana shuncha bo'lsa. Rahmat. Biz qanday nuqtadan qarashdan qat'iy nazar Jumhur millatlari degan kategoriyaga kirmaymiz. Kimga o'xshab kelsak o'xshab ketaylikki, Xitoylarga qat'iy o'xshamaymiz. Buning isboti bizning qinimizda, bizning genimizda bor. Men o'zim gen o'rgangan. Bizningki necha 10 ming yillik butun isbotlar bizning kimga tavalluqimiz genimizdan tekshirishlar chiqadi. Shunga o'zimizga ishonaylikki, biz qat'iy Jumhur millatlar emas. Shunda deb sapsat taqtirgan va shunda sapsatning oqidan yurganlarga hozir ko'ptir tushuncha qolsin. Biz qat'iy o'xshamaymiz. Bizning Xitoy bilan bir qozonda 1000 yil qaynasaqmi, zinar yo'qmaydigan o'zga kulturimiz bor. Boymisiz kultur to'g'ri so'zildingiz. Kultur bir millatning mavjudligida haqiqatan halqılık amilmi? Kültür halqılık amil bo'ladi. Bu Xitoylar bilan bizningki kültürimizni selishtirsak, qisqacha selishtirayman. Xitoyning kulturi bir xil bekinma kultur. Dehqonchilikni asos qilgan, muqim o'ltiroqlashish shaklidagi bekinmichilikni, pasiflikni va mudofaani asos qilgan bir kultur. Hatto bu o'zgachilik shu yerdaki, buningki bu ikki daryo orasida qapsalgan boshda shu yerdan paydo bo'lgan, keyin shimoldagilarninki va g'arbdagi yot millatlarninki to'xtovsiz kurashlarga
duçarlap turgan, hem özüdümü kiçik bəgliklər oturuşdan nurgulluğan baş ahırsı çıkmaz tokunuşlar bulap turgan, keyin Moğollar ve Mancular qatarlıq çoğ milletlerninki müstemlesiki düşken bir millet bu. Özünü başqırış tarihi bek kıska. Ama muş jarayanda Xitayning bir alayidiligi o'ziga xos bo'lgan bir katakchilik, ya'ni bir ramkalik bir kultur. Xitoy kulturini ramka kulturi deyishga bo'ldi. Mening qarashim bu. Ramka kulturi deyishimning sababi har vaqt Xitoyning xetidan tortib, toki soqqan sepillargacha, o'ylisidan tortib, toki shaharlargacha, kiygan kiyimlardan tortib, toki kallasi tafakkurgacha hammasi katakchilangan. Bir doira ichida elinganda bular. Bu hem ularninki coğrafiyalik şarait tarafından, hem ularning tarixiy qismatlari ve ularninki o'zgacha kultur tarafından. Şunun bilan bu amillar ularning kulturiga kirib, ular boshqa millatlarga aldirab o'xshab ketmaydigan, o'ziga xos bo'lgan, intayin cho'nqur, joyil va oson o'zgarmaydigan bir xil qo'g'dinish xarakterlik kultur zehniyatini, ramka zehniyatini yetishtirgan bir millat bu. Hamda biz Şarq Türkistanlıqlarga, cümleden Uygurlarga kelsak, bizdinki uçuq, Xitoyninki kulturdagi yepiq emas, bizdinki uçuq kulturga kiramiz. Bunda deyishning sababi biz Ipak yo'liga joylashgan bo'la sababimizdan, masalan, bizda Ezopninki masalalari eg'izdan eg'izga ko'chib kelgan. Masalan, Ezopninki eng mashhur masali bir şey nim bilan qo'y vaqidi-ku, qo'y vaqib o'ri keldi deb 3 qitim. Bu bizning emas. Bu Geriklidan kelgan. Bu bizga eg'izga ko'chib kelgan. Anandan keyin bizningki jumladan shu bizning milliy tibobatimizningki eng asosli nazariy asosi Geriklarninki. To'g'ri. Gerçi ba'zi Geriklarninki emas bu yo Hindistondan u bu deydi, ama Geriklar buni mukammal bir shaklga kirgizgan. Gerik falsafasida bu nuqtada deyiladi. Gerikninki meditsinasimi bu nuqtada deyildi. Gerçi bizninkidek o kadar özgü şekilde deyilmesi mi? Mesela bizdeki töt tadı karşı hemmisi Gerik'ten kelgan issiq suğa qatarlıqlarda. Demek biz tegimizden Yevropaninki bir xene bizde bo'lganligimiz uchunmiki bizde kültürel jihatdan bir yaqinlik bor. Bo'lmasa Xitoynikini qabul qilsak ham bo'ladi, boshqa millatnikini qabul qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bizninkida ahil uçuqluq bor. Ya'ni nimaga Yevropaning kulturininki bo'shki Grek kulturi. Shuning uchun bu Yusuf Xosajibninki Qutatqi biligida na Xitoyning, na Hindistonning, na boshqa yerning emas, dal Aflatonning fikrlarininki cho'nqur ta'sirini ko'ramiz. Nimedimi bor? Nimedimi bor? Farabiyda shunday chiqdi. Agar O'rta Osiyodagi mutafakkirlarni sanasak, Farabiymi qo'yiq Grek falsafasiniki ta'siriga uchragan Farabiy bu. Bu Farabiyninki nimanikidimi cho'nqirdi ba'zi yerlarda, Yusuf Xosajibnikidimi cho'nqirildi. Gar Yusuf Xosajib uni amaliyotda Qutatqi bilik bizningki Turku, Hindu, Yevropan zihniyati va tafakkurining eng buyuk birlashishi bo'ldi amaliyotda. Bu qadar cho'ng darajada qarash kerak buningda. Anadan keyin bizningki kulturimizdagi yana bir cho'ng bir aloyidilik bizninkida sig'dirishchanlik va o'zimizni yo'qotmay turib, qabul qilgandan amini yug'urib minishdak bir aloyidiligimiz bor. Xitoyninkida cho'g degan vaqtda ko'pincha hollarda o'zininkini tanidi, ammo boshqalarnikini qabul qilmaydi. Bizdan tubdan farq qilingan yeri shu. To'g'ri. Jahil va nima keladi? Chetga qiqishchan keladi. Bizniki cho'g degan vaqtda singdirishchan kelamiz. Bizning kulturimizda nurg'unlagan, chunki bizning asosimizdan nurg'unlagan xalqlar va irqlarninki tarkiblari bo'lganligi uchun buning o'zila bizdagi g'oyat zo'r singdirishchanlikni ko'rsatdi. Shuning uchunmi ham shu narsa bizni hech zamon hayron qoldirmaslik kerakki, biz dunyodagi cho'ng dillarning hammasiga e'tiqod qilib boqqan. Men ijobiylikmi demayman, nimalikmi, salbiylikmi demayman, chunki bizning yorilishimiz, bizningki qinimiz, bizningki kulturimizning yiltizlari shunday xil yiltizlarni tarkib topganlik uchun biz nihoyatda ochiqlik bilan nurg'unlagan dillarni, kultural muvaffaqiyatlarni qabul qilgan. Anandan keyin yana bir cho'ng yeri bu, agar biz bir
tarım medeniyeti bolsak, medeniyet bilen kültürnün farkı var. Kültür degan azroq ma'lum bir rayonga, ma'lum bir xalqlarninki moddiy, ma'naviy ishonishlari, ularninki harakatlari, murosimlari va boshqa turli qadriyatlarni ko'rsatsangiz, bu medeniyet deganimiz yomon cho'ng bir davrda olamshumul yuz bergan ma'lum bir xil kulturlarninki o'zaro qo'shilishdan barliq kelgan bir xil umumiy bir xil mafkurini, bir xil ilmiy bir xil havoni va uzoq so'zilgan bir xil ta'sirlarni ko'rsatdi. Tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa ta'sirlarni ko'rsatdi deymiz. Endi bizningki madaniyatimizningki eng chong alohidaliklarining birisi, biz xristianlarga ko'pincha hollarda intayin xristianlarga taqobil turgan va xristianlardan olqib chiqib o'zimizningki nimasini yaratgan. O'zgacha bir xillikqa hokimiyat shaklini, fikr qilish yo'limizni va boshqa shaklini yaratgan. Endi Xitoylarniki kelsak, Xitoylarningki masalan u bir madaniyat bo'lgan vaqtida buningda butunlay dushmanlik to'lgan bir muhitning barliqqa kelgan bir xil intayin suiqasdga bog'langan va uning ustiga qurilgan bir xil o'zini qo'g'dash mantiqasi va falsafasi intayin muhim o'rin turdi. Chunki Xitoy hech qachonmaydi. Bir-birisiga yushish kerak. Biz qacha olmaymiz. Garchi Uyg'urlar qacha olgan bilan ma nimadiki teklimakandagi tigi-tigidan bo'lgan bu Hindu Yevropaliklar aşağıda yerlik, ular hech qaçma aşağıda turdi. Bu jihatda Xitoy azroq o'xshab ketadi. Ammo bizdan Xitoydan o'xshamaydigan bir yerimiz, bizningki toki yaqinqi bo'lgan hayotimizda, toki masalan desak, xili yillarcha bizda g'oyat zo'r urushlar bo'lmagan. Sharq Turkistonning ichida. Turkistonning ichida g'oyat zo'r Xitoynikidek urushlar bo'lmagan. Bizda bir xil uzoq so'zilgan bir osoyishlik. Masalan biz buni Kuchadagi uzun so'zilgan buddizmninki taraqqiyotida, ming yillar so'zilgan Turpandagi buddizmning taraqqiyotida buni ko'ra olamiz. Qashqar va Xotan dem shunda. Cho'ng bir ishlar bo'lib ketmagan. Ammo Xitoyda bo'lgan bo'lsa shu degan vaqtda begliklar o'tirisidagi oldidagi 7 beglik, keyingi 3 beglik va qatorliq keyin sulolalar qurildi. Chin sulolasi, Xan sulolasi qatorliqlar qurilib bo'lgan hammasida bir xil dushmanlik, suiqasd bo'lgan. Nima uchun degan vaqtda bu yerda bir-birisiga bo'lgan kirish, bir-birisiga taqobil turishimiz borda. Shuning uchunmi Xitoyninki siyosat falsafasiningki jumladan o'zini qo'g'dash ustiga qurilgan suiqasdlarni ayanmay ishlatishni targ'ib qiladigan bu falsafasi mana mush sababdan barliqqa kelgan. Bizniki de jo'u degan vaqtda bir xil humanistik, insonparvarlik bo'lgan bir xil falsafa va hayot mezoni bizningki Sharq Turkiston va uningdagi butkul mushu O'rta Osiyodagi xalqlarning hayotida muhim o'rin turdi. Buning yana bir sababi bizdagi o'xshamagan dillarning va bu dillarning bizga ilib kelgan turli shakldagi axloqiy qarashlari va mezonlarninki bizning ichimizga singib ketishini ko'rsatdi. Endi gapimni yig'sam, kultur haqiqatan bir millatninki hayotida intayin muhim o'rin turdi. Sharq Turkistonning kulturi ko'p xil kulturlarninki, madaniyatlarninki o'zaro yig'ilishdan barliq kelgan bir xil o'zgacha kultur. Bu kulturdan biz noqolaldagi bizningki jug'rofiylik alohidliklarimiz, bizning tamoqlarimiz u bo'ldi emas, bizningki kallamiz, zehniyatimizning eng cho'nqur qatlamlaridagi bir xil erkinlik ideyasini, bizdagi o'zi xo'ja bo'lish ideyasini, bizdagi g'urur tuyg'usini his qilamiz. Bu g'ururning tegi yomon cho'nqur yerdan keladi. Masalan, bunda deyishimning sababi bizdagi masalan biz ba'zi vaqtlarda ba'zida bu ajoyib bir ish bo'ldi. Bu ma'liq nima bir kitob yozgan vaqtida bu Turpandagi Uyg'ur millatchiligi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur millatchiligi to'g'risida bir kitob Justin Rudolph'ning bir kitobida kitap yazıp kelib Uyg'urlarninki g'arbga bo'lgan jumladan Germaniyaga bo'lgan bir hissiyotidan hayron qoladi-da bu. Amaliyotda bu yerdagi gap u hayron qilish nimasi emas, Hindistonning musiqalariga bo'lgan qiziqishdimi? Keyidan bir qon ayada tortayotgan gap bu yerda. U bizning kontrolligimizdagi nima emas. Garchi biz ba'zi Xitoyninki changchilisi, o naqshalariga azroq qiziqib bakkan bo'lsakmi, hayotimizda hozir qilgan majburiy qiziqtirilyapti. O kemmaydi bu. Tansimi kemmay tashlangan ish bo'ldi bu.
Geni tanlaydı onu. Bizim genimiz tanlaydı. Onu bizdenki kontrol qiladi. Demek bizning kulturimiz mana shundaq toki g'arbdan tortib toki sharqgacha, shimoldan tortib toki janubgacha barliq kelgan insoniyatning ehtimol barliq kultural muvaffaqiyatlarning hammasini o'ziga mujassamlagan bir kultur deyishga bo'ladi. Bunda bir rangarang, o'zi mujassamlashgan, ichib o'tilgan bundaq bir kultur har bir Sharq Turkistonlikninki jumladan Uyg'urlarninki faxrlanishga haqqi bor. Özümüzün kültürünü tüvenleştirdiğin yoki uningdan seskinadigan hech bir yo'limiz yo'q. Bu kultur bek ulug' kultur, buni yıldız bek cho'nqur, necha ming yilga so'ziladigan kultur. Shuning uchunmi biz Xitoy bilan tirkashib birma-bir kelgan vaqtimizda Xitoy bizni yengolmaydiganligi ko'z yetgandan keyin qurol kuch ishlatib, zo'rlik, zo'ravonlik qilib, inson qalbidan chiqqan shakllarni biz yo'qotmoqchi bo'ldi. Bo'lmasa kulturda biz yo'qotib bo'lolmaydi. Xitoydagi hamma millat yo'qolib ketdiki, Tibet bilan biz qoldik oxirisida. Nima uchun? Bu yerda g'oyat zo'r bir kultural kapital bor. Kultural siyosiy kapital bor. Bu kapital deganimiz bizdagi bir nima? Kultural kapitalni og'zaki tilda desak, yomon cho'nqur bir nima bor bizda. Kultural bir boylik bor bizda. To'g'ri. Bizning qanimiz cho'nqur oqadigan bir manba bor bu yerda. Buni oldirab, zo'ravonlik bilan yoki bizni o'zimizga o'chkirishga tarbiyalash bilan yoki bizni o'ltirishdan tugatib bo'lmaydi. Bu kulturni o'ltirib tugatib bo'lmaydi. Agar bizni saqlasak, bizni bu kulturimizga chin yepishsak, bu kulturni hech kim yo'qotolmaydi. Mening gapim tugadi. Rahmat. Buni bek cho'nqur nuqtadan deb berdingiz. Buningki hozir deganlaringiz oxirgisi bo'ldimi? O'ziningki ma'nosini topdi deb o'ylayman. Endi tarix masalasiga keldik. Bizningki hammamiz talash tartish qiladigan yatlar bizning dinimizga yezishga tirishib kelayotgan tariximiz bor. Boymisiz dedingiz. Sizning tariximizni chuqum o'zimiz yezishimiz kerak va chuqum tarix yezishimiz kerak degan bir gapingiz bor. Siz nima shunday deysiz? Buningga bir misol olayman. Bu 2016-yilga deyman, Parijda 15-16 esimda qolmabdi. Parijda Uyg'ur jamiyati tarixi va kulturi temasida bir seriyalik yurishlik bir yig'inninki bir qismi o'tkazildi. Brussel Parijda. Shu yerda men 3-4 shu Sharq Turkiston tarixi va kultur haqidagi ko'zi ko'ringan mutaxassislarga azroq saqlin taraf soldim. Ba'zi qarashlarga mening nazarimdagi cho'ltuluqlarni va xatoliklarni yoki bizningki nimamizni burmilib o'tganlik haqida dedim 3-4ga. Uningda qiziqarli yeri Rossiyadan kelgan mutaxassislar ko'pdi. Ular asosan 1945 dan nersiga o'tmadi ular. Uning tövünni tadqiq qilib shuni deb turib oldi. Ularning jiq tishim patmadi, chunki Rossiyaning tadqiqotida hamda u boshqa bir tadqiqotga ular bakkar doirada hamda cho'nqib yo'q. Hamda shuni men shunday jiq saqal taraf kessam, bir Uyg'ur qiz shu yig'indan keyin menga dedi, "Aka, siz nimanchilar bularning tishini qirishtirsiz" dedi-ku. Men dedim, men bu orqali bilimdonligimni ko'z qilmoqchi emas. Agar bunda tushunilsa, yomon uvol bo'ladi menga. Ammo men shunday bir narsaga ishondimki, biz tarixdan beri obyekt bo'ldik. Tadqiqot obyekti. Boshqa ajnabiylar tadqiq qiluvchi subyekt bo'ldi. Endi biz buni o'zgartib, o'zimizning tarixini obyekt, o'zimizni shu tarixni kuzatadigan, xulos chiqaradigan va uni yozadigan subyekt bo'lmasak bo'lmaydi dedim. Chunki bunda deyishimning sababi azroq deb o'tib ketdim. Biz tariximiz, biz echinishliqi, bizning tariximiz o'rgatilgan tarix. Bizning tariximiz o'zgartirilib, Xitoyning o'zining manfaatiga xizmat qildirilish uchun yaratilgan bir xil tarix. Bizning tariximiz mahkumlashtirilgan bir tarix. Yig'ib aytganda bizning tariximiz istilo qilingan millatning istilo qilingan tarixi. Bizningki hurligimiz, erkinligimiz, mustaqilligimiz boshqalarningki bizni so'lg'an shu tarixidan qutulib chiqishdan boshlanish kerak. Ya'ni biz o'zimizningki tarixini o'zimiz yezib,
özümüz şu yerda bilishimiz kerakki, hech zaman boshqalarninki bizga yezib bergan tarixining ichida shu yerda asrga aylanmasligimiz kerak. Hamda bu nimada Xitoyninki bilimiz qadimdan tortib o'tganim azroq deb o'tib ketdim. Bu to'g'risida takrorlamay, Xitoy uchun tarix intayin muhim o'rin turdi. Xitoy uchun tarix siyosat uchun, xonlar uchun, podsholar uchun, jumladan davlatning manfaati uchun xizmat qiladi. Bu Xitoylarninki tarixdan beri tarixni siyosiylashtirish orqali o'zininki siyosiy maqsadini ishga oshirganligini bildirdi. Xitoyninki tarixi emas, Xitoyning har bir so'zidimi boshqalarni atash, ma'lum bir rayonni, xalqlarni, joylarni, hammani atashning hammasida bir irqiy, bir xam qarniyat va siyosiy bir qarniyat yo'shirilgan bo'ldi. Xitoyning hech qaysi bir ishda tasodifiylik yoki bu yerda bir xil nimelik yo'q, soddilik yo'q. Hammasini maqsad uchun qiladi. Mushundaq bir qo'rqinchlik, yolg'onchi bir millatning ostiga mustamlikasi tushgandek bizdek bir millatning oldi bilan qilmoqchi bo'lganimiz tarix Xitoy yezib bergan tarixdan qutulish, uni rad qilish, o'zimizning tarixini o'zimiz yezish. Hamda biz uchun masalan Xaskini Twitterga yozib qo'ydim. Tursunjon Hezim deydigan bizning bir tarixchimizni Xitoylik avval bir kesib olib, hamda yaqinda yana muddatsiz kesibdi. Yazgınımda deganimdek tarix ilmi yoki tarix yezish Uyg'urlarninki qiladigan xizmatlarning ichidagi eng qo'rqinchli, badali eng og'ir xizmatlarning birisi. Anadekin yozg'ichilik. Bunda deyishimning sababi tarix yazsak, o'zimiznikicha yazsak, Xitoyninki mustamlik sharoitida beshimizdan ketamiz. Endiki gap chet eldagilarninkimi o'zimizninki tarixiga qaytadan nazar silib, o'zimizning tarixini haqiqati bo'yicha, o'zimizning maqsadi bo'yicha, o'zimizning manfaatidan chiqish qilgan asosda, shuning bilan bir vaqtda o'zimizninki kelgusi uchun bizning avlodlarimizninki o'zining tarixini bilishi va uningdan faxrlanish uchun yozmasak bo'lmaydi. Albatta, tariximizning hamma qismi faxrlanarlik emas. Nurg'unlagan yirginishli qismlarimiz bor. Nurg'unlagan masalan bizdagi satqinlikqa to'lgan tarixlarimiz bor. Bo'lapmi Abba Xo'jadan boshlangan satqinlikni sanab tugatgili bo'lmaydi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, tarix yana bir jihatda aytib aynak bo'lish sifati bilan bizga satqinlikning nimadan derak beradiganligini va uningki bir millatningki hayoti va uningki kelgusi uchun qanchalik darajada buzg'unchilik elib keldiganligini tanishtirsak bo'lmaydi. Abba Xo'janing qilgan buzg'unchiligini 500 yildan tozalab bo'lolmadik. Chunki u satqinlikda Uyg'urlarning ruhiyati sopizmdan iborat bularning maqsad uchun xizmat qildirilgan, burmalangan bir maslak yoki bid'at maslak silinib, Uyg'urlar bular o'zlarini Muhammad alayhissalomninki avlodlari deb Uyg'urlar bularga qarshi turolmay, tunji qitimliq kollektiv necha asrga so'zilgan qulluqni boshdan kechirdi. Bu qulluq Abba Xo'ja davridan tortib boshlandi bu. Uyg'urlarning ro'yi qulluqqa tushishi. Demak, gapimga qaytib kelsam, bizning tariximizda yorqin taraflar intayin ko'p, boshqa nurg'un millatlarnikiga o'xshash, bu bir xil bir insonning hayotiga o'xshaydi. Nəhayət oddiylashtirsak, yorqin taraflarimiz bor. Nəhayət nomusliq, hatto o'zimiz o'ylashdan uyuladigan, hatto o'zimizdan yo'shiradigan taraflarimiz bor. Xuddi bir odamnikiga o'xshash. Hamma millatning bunda bir tarixi bo'ladi. Hech qaysi millatning hamma tarixi uning chiqqan hamma odam suyumlik, qadrli qahramon bo'lib ketmaydi. Nurg'unlagan nakas, iblisona odamlarim bor. Ammo biz bularning hammani intayin sovuqqonlik bilan tarixiy bir nuqtadan yezib chiqmasak bo'lmaydi. Hamda yana bir nuqta bor men deydiganda, tarix yozgan vaqtimizda mening ichim siqildigan bir tarix jilnomalarninki dövüsi. Manchinchi yil andavol emas. Yaman cho'ng bir buyuk bir pallaga chiqib turib, bizningki Sharq Turkistonning tarixini nurg'unlagan kulturlarning abadiyligidek munosabatlashishidan Uyg'urlarninki vujudidagi bir millatning vujudidagi mushu taraqqiyot jarayonlari qanday bir inkoslarning bo'lganligi,
liderlarining qanday o'ylaganligi, nemish qanday o'ylaganliklari qatorqicha yomon cho'ng voqelikni buzib o'tib, tarix sharoitini buzib turib, cho'ng bir jihatdan chiqib turib, bu yerda bir nimani bayqash kerak. Bir andizini bayqash kerak. Masalan, qaysi kuni shu Arnold Toynbeen'ninki bir nimesini o'qisam, bir nuqtani debdi. G'arbninki kültürdeki en asaslık bir ruh deydi. G'arbni hozirgacha yo'q. Nimaninki Oswaldninki Germaniya filosof va tarixchi Oswaldninki gapida debdi. Faustcha Goethe'ning Faust degan asar bor ya. Faustcha ruh bu deydi. Bir ruhni bütün G'arbninki tevekkulchilik to'lgan, yenilik yaratadigan, o'zini har vaqt mükemmelleştirişidigan Faustçı ruh bor debdi. Bizmi tariximizdan bunda bir ruhni topmasak bo'lmaydi. Bizni tarixdan bir tutib kelgan, bizni shu qadar kengriz bo'lgan ziminda bizni aynatgan, bizni cho'nqir yildiz tortishga rag'batlantirgan, ham gullantirgan ruh nima? Butkul Sharq Turkistonliklarning jumladan Uyg'urlar bir ruh bor bu yerda. Oğuzxonning ro'yi bo'lishi mumkin. Tumarisning ro'yi bo'lishi mumkin yoki boshqa birisining ro'yi bo'lishi mumkin bu yerda. Bu ruh bizni necha ming yillar tutib keldi. Tarix bunday narsalarni yozmoqi va nimasi buni qazmoqi lozim. Bizga tariximizdan keladigan, tariximizni yig'inchoqlagan bir milliy ruh kerak. Bu tarixchilarimizning qo'lidan keladi bu. Xuddi Oswald G'arbninki Grek'ten başlangan 3000 yıllık tarixini Faust'un ro'yi bilan mujassamlagan bo'lsa, bizning necha ming yillik ro'yimiz ehtimol Oğuzxonning ro'yidan yoki boshqa birisining ro'yidan mujassamlangan bo'lishi kerak va shunday bo'lgan vaqtida biz hozirgi ruhsizlikni, tushkunlikni, taslimchilikni yo'qotalaymiz, uning boshqa chiqara olamiz. Bu ruhni yo'qotsak bo'lmaydi. Bu ruh bizga 49 dan keyin mustamlikaga yetilgan emas. Bizga necha ming yilda hamroh bir ruh bor. Bu ruhni juttirib etdik ma'lum jihatdan. Bu ruhni topmasak bo'lmaydi. Buni tarixlarimizdan topamiz. Ulug' bo'g'illarimizningki o'gitlaridan topamiz. Ularning ro'yitidan topamiz. Ularningki asarlaridan va ularningki amaliyotlaridan topamiz. Buning uchun biz tarixni Rahmat. Endi bizniki Aqtash kitobimizda siz boy degan Sharq Turkistonning xalqi kulturi va tarixi degan 3 nuqta nihoyatda inchkilik bilan yozilgan. Ko'rganlarniki buni o'qib ko'rishini umid qilamiz. Lekin tarix uni bilan tugamaydi. Xuddi men Tungal afandim degandek, uni cho'nqir qazish kerak, uning ruhini tepib chiqish kerak. Bo'lmasa bizdagi ruhsizlik bizni yo'qotadi. Bu bizning genimizda bor, uni qazib chiqsak ham bo'ladi. Biz keldik Mollazodiga degandek, hozirgi vaziyat to'g'riliq Xitoyninki DeepSeek degan sun'iy aql api to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, bu Xitoyning DeepSeek degan sun'iy api cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'ayotdi. Amerikada cho'ng bir masalalarni barliq keltirdi. Sizningcha Xitoyning bundaq sharmandachiligi keyin Amerikaninki burniga suv kirgizadimi? Bu qatimdaq ishdan keyin Amerika aqlga erishadi. Ya'ni siz o'zingiz dedingiz Xitoylar nihoyat yiligar. To'lim yiligar xalq deb. Bu yiligarlik yana davomli butun dunyoni aldashga yetadimi yoki qanday qiladi? Endi DeepSeek, ya'ni teran izlash, cho'nqir izlash degan gap bo'ladi. Bu ham bir yerda hozir moda bo'layotibdi-da bu gaplar. Twitterni qoplab ketibdi. Buni to'g'risida uningga hayron qolmadim. Chunki bunday bo'lishining sababi u jiq to'xtalib ketmay bu yerda DeepSeek'ninki Xitoydagi Zhejiang Hangzhou'dagi bir shirkatninki bir tarafidan o'tirib qo'yilgan aqliy sun'iy aqlliq savollarga javob beradigan bir xil sistema. Bu beriladigan javoblar deki to'g'riliq o'tirib tursin, ham uningki siyosiy jihatdagi Xitoyninki kontrollik senzor asos ekanligi aniq bo'ldi. Uni nurg'a odam masalan Tiananmen voqeasini yo Uyg'ur qatliamini yo men bir necha Uyg'ur qatlam qilganligini menga dedi, uni qatorliqni qilsa javob berolmadi. U shunday bo'ladi. Shunda Xitoy uningsiz uni dunyoga ichib etmaydi. Hamda bu bir kelgusi hamda hozirgi cho'ng bir talash tortish bo'layotgan keskin menayotgan bir soha bu, ya'ni bu sun'iy aql sohasi. Bunda deyishimning sababi sun'iy aql shu
torlardaki neçe milyardlagan uçurlarının içindeki ma'lum bir nimini tepip endizini pattern deymiz go İngilizce. Pattern deyip de şunu qarab turib o'zi javobni hozirlaydi. Uçurlar qancha ko'p bo'lsa, bu sun'iy aqlninki bu javoblarni sintezlash va shu orqali ulardan eng yaxshisini tepib chiqib, uni bir ramka qilib turib, aqliy ramka qilib turib o'tirg'i chiqara olsa, bu shuncha unumli bo'lgan bo'ladi deyiladi. Endi bunda bo'lgan vaqtda buni men o'tgan yillik bir nimam sun'iy aql to'g'risida so'zlagan nimam deb bo'lgan, buni takrorlamay, bu moyatda insonlarninki aqlga ega ekanligidan iborat xontajilik o'rniga kainatdagi xontajilik o'rniga cho'nqir hirsat kiradi. İnsanlar aqlliq bo'lmaydi buningdan keyin. Bu mashinalarning taraqqiy qilishiga ergishib, ularning biladigan narsasi bag'ansiri ko'paydi. Texniki muhimi ular bu uchurlarni, mavjud uchurlarni qanday qilib turlarga ayirish va ularni qanday qilib ügünüp yangi uchurlarni, yangi deganim azroq buni men qo'shtirnoq chiqaraman, yangi uchurlarni ishlab chiqish, barliqqa keltirish, bu ijodiylik kirdi. Bu insonlarning xarakterida mashinalarda to'liq o'zlashtirib bo'lolmadi buni. İnsanlar yok yerden yeni ideyalarni chiqaralaydi. Mashina yo'q nimani chiqaranmaydi. Chunki mashina mavjud uchurlarga tayin bo'ladi, sun'iy aqlni. İnsanning aqlini kelgusida ig'ir xirsitish keltirish mumkin. Shuning bilan bir vaqtda agar bunday bir narsa chiqib qolsa, kelgusida kelgusidagi uchur urush bo'lishi mumkin. Ba'zi harbiy nimadan boshqa, iqtisodiy urushdan boshqa kelgusidagi uchur urush. Uning ustiga uchurning o'zi hozir pul degan, boylik degan. Hatto bu qo'limizdagi pulning cho'ng nimasi yo'q, qimmati yo'q. Qimmati bor narsa uchur uradi. Shuning uchunmi mayli Facebook bo'lsin, mayli Google bo'lsin, hammasininki pul tepishga tayinlayotgani uchur to'plash va uchur setish. Bizning hamma uchurlarimiz nurg'ulg'an davlatlarga va istixborot o'llarga setiladi. Hatta ba'zi setish korxonalari setiladi. Nima uchun degan vaqtida, masalan, men nima kelay DeepSeek'ga. DeepSeek nima dedi degan vaqt, bu boshqalar nima dedi, buni tushunmanglar, bunda Xitoyning virusi bo'lishi mumkin. Bu Xitoyning virusi kompyuterning ichidagi hamma narsani o'g'irlab Xitoyga nima qilib berish mumkin deb. Bu ehtimol bo'lishi mumkin. Bu bo'lmasimi Google mi qiladi buni? Bizningki nimani izlaganligimiz, masalan, qaysi do'konlarga kirib, nimalarni ko'rganligimizdan hammasini uchun to'plab biz haqida bizga qanday kiyimlarning lozimligi, bizning qanday kiyimlarni tanlaydiganligimiz haqida bizga bir arxiv tug'iza oladi hozir Google. U biz o'ylab o'zimiz qiyos qilolmagan bir nima. Endi siyosiy ahamiyatli Trump yaqinda uchta shirkatninki bosh liderlarininki qo'shilishi bilan 500 milliardlik Amerikaninki sun'iy aql tadqiqotini ilgari surish haqidagi bir loyihani o'ttirib qo'ydi, bir planni o'ttirib qo'ydi. Endi Xitoy bu DeepSeek'ni o'ttirib qo'yishi Trumpninki ani o'ttirib qo'ygan vaqti bilan asosan parallel keldi. Endi bu chataqiri hozir ChatGPT deydigan bir sun'iy aqlliq bir nimba hozir. ChatGPT buni asosan bot deymiz, buni savol so'raydigan ko'znak. Savol so'rsak, uningga ular javob berdi. Masalan, maqola yozib ma'lum bir narsa to'g'risida desa, mukammal bir maqola chiqadi hozir. Kapitalizm, Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida qatorliqlarga hozir mashina odamdan yaxshiroq shaklda bir nima yozib beradi hozir. Men shuning uchun qo'rqinchli tarafi bu dedim. İnsanlarning kelgusida aqlni nima bekor qilib qolma, insonning nurg'un xizmatlarini bekor qiladi kelgusida. ChatGPT'ga ketgan pul, bu nimaninki Facebook'ning mana bir sun'iy aqlliq nimasi ketgan milliard dollar bo'lsa, Xitoyning bu shirkatininki DeepSeek'ni qilgan bu shirkatininki qaysiga pul 6 million dollarmish. Bu savol belgisi narsa bu. İkincisi, tunagandan yozi Trump bu Amerikaninki Xitoy uzak haqida, ya'ni Amerikaninki yuqori texnikalik uzaklarni Xitoyga eksport qilishni cheklagan bir qonun bor-ku. Bunga erishilmaydi. Ammo hozir Trump buni qanday bunga erishdi deb buni Singapur orqali Singapurdan o'tdimi yo bu deb Singapurni tekshiryapti hozir. Agar Singapurdan chiqib qolsa, Trump Singapurni jazolashi mumkin. Ondan uchinchisi, DeepSeek'niki ishlatgan uchurlarninki hammasi Amerika, ya'ni g'arblik uchurlar bu. Xitoyning bir bundaq bir sun'iy aqlliq bunda bir nimasi sistemasi hech zaman g'arbninki tayyor uchurlardan foydalanmay turib, bunda javobni hozirlay olmaydi. Mumkin.
Hamda bütün G'arbni zilzilaga silib etgan yeri buningki ham a'zonligi, ham buningki hozirgi mavjud G'arbdagi Amerikadagi ChatGPT'lardanmi buningki unumliligi bu hayron qoldirdi. Ilgari G'arbdagi qarashda bunaqa necha milliard dollar ketadigan, ya'ni Facebook 8 yil buni tadqiq qilgan, hozirgi Sam Altman'ninki shirkatimi milliardlab dollar tadqiq qilgan bir nima bo'lishi mumkin deb anda o'ylaydi. Hozir buni bu qadar azam tutishi va buni bu qadar qulaylik va bulardanmi isbat jihatda, iqtidor jihatda yuqoriroq bo'lishi G'arbni haqiqatan cho'chitdi. Ammo yana bir qism G'arbliklar Xitoyga bo'lgan erishmanlik sababdan ajoyib Xitoy kelgusida Xitoy hamini qo'lga oladi, Xitoyniki davrul degandek mandaq bir xil Xitoyga cho'qinishimizni o'tirib qo'yadi. Hamda bu ma'lum jihatdan elib o'tgan vaqtda Amerika uchun yaxshi bo'ldi deb qarayman. Bunda deyishimning sababi Trump qattiq cho'chidi buningdan. Trumpninki yangi bir hukumat kabinetidagilarni qattiq cho'chish kerak buningdan. Bunda bo'lishining sababi buningdagi qanchilgan texnikalarniki garchi uningki buni nima qilgan Xitoy, buni yasagan Xitoy va uning shirkatlarning ko'p qismi yoshlar bo'lsa-mu, bu yoshlarningki Xitoyninki ikkinchi avlod yangilik yaratquchi bir simasini bizga berdi. Xitoyning ikkinchi avlod yangilik yaratquchilari birinchi avlod yangilik yaratquchilariga o'xshash hammani G'arbdan nim qildigan, kutadigan va G'arbning texnikalarini o'g'irlab yoki uni o'rganib turib qildigan emas, bular o'zidagi bor imkonlardan foydalanib turib buni ishlab chiqarishga boshladi. Hamda bu yana cho'ng jihatda elib o'tgan vaqtda Xitoyninki bu qitimliq Amerikaninki bu uzak haqidagi uzakni cheklash buyrug'idan keyin Xitoyning o'zligidan o'zini qutqizish va bu sohada o'zininki mustaqil ish qilishga majburlanganligining bir mahsuli bu yerda. Agar shunda bo'lsa, Amerika buningdan texim cho'chish kerak. Masalan, bu yerda bir gap bor ekan Xitoyning orasida deydigan. Trumpni Xitoylar Triangle to'ngri deydi ekan. Ba'zi Xitoylar. Bu degan gap davlat yuruvchi yo'ldosh degan gap. Buningki masxirlik ma'nosi Trump Xitoylarningki o'zining davlatini qaytadan qurishiga yordam bergan prezident. Ya'ni bu Xitoylarga besim tushirib, Xitoylarningki G'arbga tayinishni azaytib, o'ziga tayinishni keltirib chiqargan bu jihatdan rahmat aytishga tegishli yo'ldosh degan gapni bildirdi ekan bu. Bu naninki DeepSeek'ninki qilayotganimi dal ana shu cho'ng jihatdan Xitoyninki o'ziga tayinish ideyasining barliq kelishi bu G'arbni cho'chitdi. Ya'ni bunda deganlar o'zi Amerikaninki buningki uzak haqidagi barliq cheklamaları qag'i kelmasligi mumkin. Hattoki ta'tirda agar Amerika o'yganmasa Xitoydan uzak import qilgan olg'ich bo'lishi mumkin. Onun üstüge Biden'ın davrida bu sahadagi tadqiqotlarga yeterlik ahamiyat berilmagan. 4 yil jarayonida pullarning necha milliard dollar Ukrainaga boshyaga berilgan. Ammo Amerikaning o'zininki wool sahadagi wool sun'iy aql haqidagi, quantum kompyuter haqidagi va boshqa darajadan tashqari texnikalar Amerikada ma'lum bizlarga aqsab qolgan. Xitoy buni davomlashtirib turgan. Hatto Xitoy sun'iy aqlni o'zining strategiyadagi oldingi tadqiqot turiga kirgizdi hozir. Demak, bu nima degani bildiradigan vaqtda Xitoy sun'iy aql orqali Amerikani mag'lub qilish, G'arbni mag'lub qilish, dunyoga xo'ja bo'lish, oxir dunyo xo'ja bo'lishdan iborat bu tushni ko'ryapti. Buni Trump emas, har qanday bir normal bir aql odami bilalaydi buni. Shuning bu qitim g'oyat zo'r bir uyg'unish bir signali çilindi Amerika uchun. Menimcha Trumpninki bu yangidan chiqqan Trumpning o'zi va boshqalar bunga jiddiy saga qaraydi. Hali 500 milliard dollarni qaytadan o'ylashdi bular. Chunki endi u 500 milliardni ketmaydiganlik aniq bo'ldi. Ammo bu qitim bandaq urushda oqida qolsa yoki mag'lub bo'lsa Amerika ikkinchi beshini ko'tarolmaydi. Uni biladi Amerika. Shuning uchun bu jihatdan biz sun'iy aqlni cho'rdigan holda yuqori darajadan tashqari yuqori texnikalarningki bir musobaqasini ko'ramiz Amerika bilan. Gerçi bu bizningki avvalgi ikkinchi sovuq munosabatlar urushdagi yadro qurollarini yasashdan iborat musobaqa o'xshamasimi, ammo bu narsa yadro qurollariga va boshqa harbiy sohalarga ishlatilib qolsa, uning unumi intan qo'rqinchli bo'ldi. Buning ilqi tadbiqchanligi
nəhayət zor. Unda bo'lgan vaqtida agar bu sun'iy aqlni uqtirib qo'ysa, boshqa nurg'un sohalarda jumladan harbiy sohasini uqtirib qo'ydi Amerika. Shu sababdan menimcha Amerikaningki qattiq kuchaydigan bir vaqt keldi, kuchaydi deb qarayman. Shuning bilan bu jihatda biz oldimizda cho'ng bir dramaga shohid bo'lamiz. Bu drama endi boshlandi. Gapim tugadi. Rahmat. Bu dastlabda bu uchur chiqqan vaqtda haqiqatan siz degandek Xitoylar o'ziga tayinib qilganmi deb qattiq hayron qolgan va Amerikaningki Nvidia'ningki paychik 17% tushib ketgan. Ammo ikkinchi kundan boshlab tekshirish orqali ko'rdiki, bu Xitoylarning degandek u azam pulga chiqqan emas, aksincha davlat butun kuchi bilan buni qo'llagan va buni Singapur orqali akirgan degan bir xulosa keldi. Agar Singapur orqali akirgan bo'lsa, buni ishlagichisi Tayvanda, Tayjidan deb Xitoycha deydigan. Buningki o texnikasi Amerikada. Uni yo'llig'isi Singapurda, lekin uchlisning boshlig'i Xitoy. Uchlisning boshlig'i Xitoy. Demak, buni Amerika garchi qonunni chiqargan bilan u amalga oqmadi. Oshmadi bu amalga, oshmadi. Bu baribir Xitoyning qo'l o'tib ketdi. Endi Xitoy buningda ikki xil mesaj berish mumkin. Birisi, sening narsang yo'q turibmi, biz qila olamiz deb. U yolg'on chiqdi. Qilolmaydi, hozir chiqilamidi deb hisobda. Ikkinchisi, sen to'ssangmi, biz bu yo'lni ichib o'taymiz deb. Bugun bir uchurda Xitoydan birisi o'zininki qanchalik shu siz o'zak deb tarjima qilsangiz, shu o'zakni qo'lga keltirganligini, nurg'un o'zak borligini qo'lida. Buni garchi Amerikaning qonuniga xilof bo'lgan bilan o'zininki mushta erishalganligini ko'rsatib, ikki video ishlabdi. Demak, odatdagi qonun bilan Xitoyni to'sish, xuddi siz sizniki o'zingizniki Xitoylarningki kulturida bir xil suiqasdni o'ziga geniga singdirib o'tgan darajadagi holatda yashaydiganligini deb keldingiz. Demak, bular men Xitoy degani bular Amerikalar, ishkilis Amerikalar Xitoy. Lekin bularning qo'lidagi texnika, bularning qo'lidagi zavoddan chiqqan narsaning hammasi Xitoyning qo'liga shunda oson bordi. Buni mu o'ylab beqish to'g'ri keldi deb o'ylayman. Amerikaningki yuzlanayotgan xirsi odatdagi xirs emas, xuddi siz degandek. Agar bu sun'iy aqlda Xitoy o'tib ketib qolsa, dunyoni endi oxirat zamon bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Endi biz endi hozirgi vaziyatga qaytib kelsak, oldimizda biz namoyish qilmoqchi, bizning hukumatimiz davomli namoyish deymiz. Siz bir qatim namoyish qilmay nima ish qilamiz deb pek yaxshi so'zladingiz. 5-fevral g'ulji namoyishi va oldimizda Amerikada biz dal shu kuni, chorshanba kuni oldimizda Tashqi ishlar ministrligi bino oldida namoyish qilmoqchi. Shunga agar Amerikadagi qarindoshlarniki vaqti yetsa, shunga xohlasa, ko'ngli xohlasa bizga qaytilishini umid qilamiz. Asli bu bizning majburiyatimiz, burchimiz. Shunday qilishimiz kerak. Men tunalar efendim sizmi biz nima ish qila olamiz? Hozir bo'z qo'limiz qora olsak bo'ldi deb bir gap qilgan. Siz bir to'g'risi 5-fevral g'ulji voqeasi inqilobi bizningki tariximizda muhim tarix to'g'risida so'zladik-ku. Tarixni agar biz xotirlamasak, tarix unutiladi. Tarixni biz yozmasak va buni biz ko'rsatmasak, harakatimiz bilan bu tarix hattoki yuz bermagan bo'ladi. Yozilmagan tarix yuz bermagan voqea bo'ladi. Harakatimiz orqali namoyon bo'lmagan tarix bo'lib ma'qul g'uljidagi qirg'inchilik yuz bermagan bo'ladi. Agar bu yuz bermagan bo'lsa, shu degan vaqtda dal Xitoy kutgan yerdan chiqqan bo'lamiz. Bu bir. Ikkinchisi, hamda tashqi ishlar ministrligida qilishninki ahamiyati menimcha burunqidan yaxshiroq deb qarayman. Blinkenning davrida biz uchun bir 3-4 ig'iz gapni simvollik so'zlab qo'ygan bilan Marco Rubio biz uchun gapni shu irqiy qirg'inchilik boshlanishdan ilgari va bo'layotgan hozirmi bo'layotgan vaqtda deb kelayotgan texnik yaqinda Taylanddagi Xitoyga qaytarish tahdidi asosiy tushgan qarindoshimiz haqida bayonot bergan bir ministr yoki ministr buning oldiga berib mushundaq bir qirg'inchilikni xotirlashning o'zi mayli u chiqsin chiqmasin, mayli hech kim ko'rsin ko'msin, hech kim ko'madi deb qaramayman, chunki u nimada bo'ladi? Bu intan muhim o'rinda turdi. Ya'ni bizdek da'vogarlarning da'voyimizdan voz kechmaganligimizni va voz kechmaydiganligimizni bildirdi. Odamlarni texidimni jasoratlantirib biz uchun so'z qiladigan qiladi. Agar ular bizni ko'misa, bizning ovozimizni anglamasa, bu bir tukka ish o'xshaydi deb qoladi. Garchi unda demasin, boshqa shunday deb qoladi. Agar biz da'vogar sus bo'lsa,
Qazı muttaham bo'ldi. Xitoyni muttahamlashtirmas, bizning sustlığımız bizni o'ltirayotganlarni texadimi jasoratlantirdi xolos. Men shuning uchun bu namoyishning intayin muhimligini bildirim. Garchi hech ish qilolmasakmi, lekin ovozimiz chiqqan vaqtida ma xalqningki g'ururi va ekan, ma xalq texi bosh egmaydi, ham egmaydi ekan, ma xalq yanala yordamga muhtoj ekan deydigan bir narsani qil. Mayli yordam bersin, bermasin. Eng muhimi vicdanimizga yuz kelamiz. Ma vicdan degan bir narsa bu ichimizda bo'ladi, buni tillab yo'qotib o'tkazilmaydi. Gerçi bu davamlıq bizni tillab turdi. Bunda bir ajoyib bir yaratilgan maxluqotli biz. Yaxshi ki bunda bir vicdan bor bizda. Bo'lmasa bir gap bor, Uyg'urlar bunimiz qo'qiydi degandek ashunda olib ketadi. Bu vicdan bizni qutqizadi. Bu bizningki axloqimizning kompasi bu vicdan degan. Shu vicdanimizning kompasidan mangayli demoqchi. So'zim tugadi. Rahmat. Biz ham de Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish suhbatimiz bilan lag'man yeb usul o'yin saqlam inson bo'lmaymiz. Shunga vicdanimiz uchun kim deganda vicdanimizning so'roviga javob berish uchun bo'lsa-mu, shu namoyishga azroq o'zimizning dardimizni so'zlashga vaqt ajrataylik. Vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashdi. Mamnunlar efendim, ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Sizga rahmat. Hammanglarning mush vaqtda